Yeni meni hikoya etkizdigan bo'lding-da. Ajab ondan qiptimi? Sulaymon Shoh zamonasida insonlar orasida emas, hayvonlar orasidami inoqlik hukm surgan ekan. Bo'zak qiling'uchilarmi, bo'zak qilg'uchilarmi asosan yo'q ekan. Hayvonot dunyosida cho'ng hayvonlardan faqat eshaklar ancha-muncha bo'zak qilmadi ekan. Eshak mungizimning yo'qligi mushundoq bo'lyotdi deb o'ylab, podshohga arz qilib beribdi. Dağıt paçayı alın. So'zla. Ezel, çoğun boğdum bilen. Koğunuz kuralım yok. Ben kırılıp gittim. Menden neçez küçük hayvanlar mı? Beni ani tepşidu. Şuna... Seni zadi kim bo'zak qildi? Meni bozak kıgalla. Bektola. Tilingni chaynamay demamsan. Javobgarni aniq etmasang, davoni qandoq so'rg'ili bo'ladi? İş kırıp, menden azar yap gittim. Müngüzüm boğan bolsa, bundak günge kalmazdım. Maqsading müngiz talab qilishmidi? Şundak şey. Sal tahqir qilibdi. Allah! Fuqroyim eshakning tiligini ijobat qilib, uningga bir müngiz ato qilgaysan. Müngüzüm mahvoldu. Müngüzüm mahvoldu. İlan olsa bosa! Müngüzüm bosa! Benim baba! Tutun! Buraya konu çözdünüz. Nimaga? Eshak aslida urush qaqdimidi. Mungizga yig'ib olgandan keyin texmi betar ishib ketdi. O'zining tanqishlari bilan so'qishdi bir gap. Yomon yeri kichiklarnimi, yovvoshlarnimi bo'zaq qilib ketdi. Shunga adolatingizni sig'inib keldi. Bedbaxt! Eshak darhol o'z o'rniga keltirilsin. O koryus! Günahını bilemsen! Bırak! Zamanı! Al onun müngizi yutlaşsın! Hop! Vay can! Vay! Xuda sana bölüp müngiz vermepti. Bugünden tatip erkinlikten mehrumsan. İnsanlığa kul bulup ötkeysen. Bağıval boldu! Bağıval boldu! Shundoq qilib, eshak yanala mungizsiz qopdi. Ham insonlar uchun ishlaydigan qulga aylanib qopdi. Rost gapmi bova? Rost deb tushansang rost, yolg'on deb tushansang yolg'on. Eng muhimi bu hikoyaning mazmunini reallikqa tatbiqla. Tatbiqlay olsanglar bo'lg'ini.